Toshkentda faqat mashinasining raqami 01 bo'lganlargina taksichilik bilan shug'ullana oladi. Hormela. Ras. Toshkentda nari viloyat taksilari o'zidan o'zimiz yana bilmadim. Eshitdim xabarni, shok bu xabarni. Ko'chaga chiqsam taksi yo'q, 70-80 tursa yo'q. Bu bola qayga ketdi? Ro'zg'orni qanday boqdi? Ko'chaga chiqsam taksi yo'q, taksi borlik sheva yo'q. Bu bola qayga ketdi? Hey, ro'zg'orni qanday boqdi? Nega taksi yo'q, qaror chiqdi iloji yo'q. Shunday katta shaharda Bitta viloyatdan taksi yo'q. Alo. Toshkentdan chiqdingmi? Chiqdim aka. Pochtan oldingmi? Oldim aka. Tez Buxoro olib kel. Yo'lda ikkita odam bo'lamanda. Voy, siz Toshkentda taksi yurmasmidingiz? Hey, yo'q, nimalar deyapsiz? Nimaga endi? Oy, eshitmadingizmi? Viloyatliklarga Toshkent shahrida taksichilik qilish taqiqlandi. A few moments later. Propiska bo'yicha hammaga bekor ekan. Ular ham adashib turishar ekan. Ketmayman. chiqsam taksi yo'q.